Sizningcha O'zbekistonda uchraydigan eng ko'p o'g'il bolalar ismi qaysi deb o'ylaysiz? Muhammad Ali. Muhammad Ali. Hozir sizga 3 daqiqa vaqt beramiz. 3 daqiqa ichida bizga Muhammad Ali ismli bolani topib bersangiz, 100 ming so'm pul va ishonchdan sovg'a beramiz. Rozimisiz? Roziman. Unda vaqtingiz ketdi. Qidiring. Ro'jaxon. Otamon. Qiyinlashtiryapsiz. 20 soniya o'tib ketdi. Yosh bolalardan so'rab ko'ramiz. Qidiramiz. Otingiz nima? Behrouz. Behrouz. Otingiz. Sizniki? Tezroq. What's your name? Name. Your name? Okay, thank you. Uka, otingiz nima? Mehroj. Bolar, otangiz nima? Shovta. Rahmat. Yaxshilab qidiring. Tezroq faqat. Vaqtingiz bor. Otingiz nima? Name. Namu. Namu? Name? Akundov. Musulmonlardan so'rang. Otingiz nima? Name? Ha? Yoshlikchi? Odil. Odil sizniki? Oho. Qidiramiz. Otingiz nima? Uka, otingiz nima? Yoshlardan so'rali ismli bola. Otingiz nima uka? Omadali. Wow! Ismingiz nima? Omadali. Voy, ana 1,5 daqiqada topdingiz. Qoyildimiz. Men-ku. Muhammad Ali siz shuning uchun o'tgan kunlarni o'qib berasiz. O'qiganmisiz? Sizga 100 ming so'm pul, ishonchdan sovg'a. Muhim joy, samarqandlik bolaga siz ham obuna bo'lib qo'ying, sizlar ham obuna bo'lib qo'ying.